Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz kompyuterda o'yin o'ynash, ya'ni PUBG, Free Fire, shunga o'xshash o'yinlar. Hop, buning uchun bizga Chrome kerak bo'ladi. Chrome ga kiramiz. Hop, bu yerdan izlaymiz. Yandexdan qilsanglar ham bo'ladi. Yandexdan izlasanglar. Hop, bu yerdan Gameload download deymiz. Download. Hop, Gameload download chiqdi. Hop, mana o'zi chiqarib qo'yganman shu yerdan. Download Gameload deb. Burada Free Fire, PUBG o'ynasanglar bo'ladi. Hop, bosamiz. 2 marta bosamiz ustiga. Tasdiqlangan noshir. Bu ilova qurilmangizda o'zgarishlarni amalga oshirish uchun ruxsat berasizmi? Ha'ni bosamiz albatta. Hop. Ba'zilarda xitoycha bo'lib qoladi. Shuning uchun tepani bosib turib, ko'pchilik shu yerda turgan bo'ladi. Inglizga chiqarib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Agar ruschani tushunsanglar, boshqa til tanlashingiz mumkin. Hop, biz ingliz tilini tanladik. Start bosamiz. Start bosganimizdan keyin butun chiqib ketsa ham bo'ladi. Hop, mana Gameload o'rnatildi. Avval ham o'rnatganman. Agar sizlarda ko'p vaqt ketsa. Hop, bu yerdan qayerdan o'rnatamiz? Bu yoqdan qidiramiz. PUBG Mobile. Hop, chiqdi. Men o'rnatib ko'rganman, to'g'ri. Keyin to'xtatib qo'yganman o'rtasida. Mana Free Fire, Call of Duty, Free Fire Max. Bu kerak emas bizga. Endi sizlar xohlasanglar o'rnatinglar. Yer Granny ham bor ekan, Counter bor. Plus bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz shundan iborat edi. Hammaga ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.